Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, sog'mi-salomatmisizlar? Güningiz xayrli olsun, xudo xolasa. Ishki zakaz aytib qo'ydik, ustalar qurib ketibdi, lekin beshtavar ekan, nalishnikini endi keladilar, xudo xolasa. Ishning bahosi necha so'm bo'ldi buni desam, hali yadon pulini aytmadilar. Zakaz berganimizda bir oydan o'tdi. O'zi zakazimiz aytganimizdan ham ziyoda etib zetibdi ustamiz. Rahmat, lekin o'zgacha dizaynda, o'zgacha uslubda ba'zi bir eshiklarda ustun tomonlarni aytib o'tamiz. Bahosini o'zingiz berasizlar. Zakaz berganimizdan ham ziyoda bo'libdi. Birinchi aytchagimiz Zamok Frida brend ostida. Bunun nesine qarang, bosilishini qarang, o'ta katta. Umuman zich, dahshat. Yapılışına umuman gap yo'q. Ikkinchi, shtapiki 50 bo'lsin dedim. Zo'r bo'libdi. O'zi ko'pincha oddiy birla qo'yiladi. Keyingisi shtapik 2 qatorli bo'lsin dedim. Lekin barakat topsin, zo'r etibdi. Kraskasini молочный zemchik bo'lsin dedim. Zemchik bo'libdi, dum zo'r bo'libdi. Uchinchi aytib o'tadiganimiz, bu yerda 85-90% faton yopishtiradilar. Oddiy shisha faton. Oddiy yangi plastikdan bo'lganmi? Bunga nerjivika kesib yezilgan o'zgacha dizaynda. Ko'ring, qanday bahosini berasizlar. Qana shu eshikimiz necha so'm arziydi? Ustaga ayt desam, hali aytmadi. Birin daburlarni indek keladi. Daburundan oq lentasi bo'ladi. Oltin svet lentasi. Qarang endi buning bu aynali variant. Shishasini ham bahosini aytgan yo'q. Shishasini ham. Ichini daburdan tuzuk kelaman, bundan keyin oxirida reklama qo'yib berasiz dedi. Yine buydagi bir kichkina zalimiz bor. Yine bir de katta zalimiz. Yapılışına umuman gap yo'q. Yine bir aytib o'tayım. Buni spesialni içine taxta qo'ydirib, ikkani MDF'dan zettirdik. Spesialni. Ko'plik MDF'dan zetib turibdi. MDF endi balkim baquvvatdi, lekin men shu taxtani ma'qul ko'rdim. O'zimiz taxta ishinde ishlaganimiz uchun qonni ishini tortib ketmasligi uchun. Yine bir e'tibor aytamiz. Qullobning qalinligini ko'ring. Qullobning qalinligi o'ta zo'r. Buni men aytdim, ikkisini bir joydan qo'yma, qandan tortib ketishi mumkin deb buni pastroq qo'ydirdik. Ko'ring qay. Ustaning mahoratini berin dabollarni endi qo'ydiramiz. Xudo xolasa. Bu aynasız variant. Bular spanli, zalla, aynasız variant. Ko'rib turganlaringizdek, 2 shtapikli oddiy variantda zidada jeka-juka gul yo'q, lekin 2 shtapik qo'ydik. 80-90% bir shtapikda bo'ladi. Bir shtapik. Buni zakaz bilan zettirdik. Dishon dabollarni qo'ydirgandan keyin o'ta jonli bo'ladi. Bunga necha so'm chiqqanini kommentariyada yozib o'tasizlar. Plus tomoni 2 shtapik, ham bu nejvika necha so'mligini bilasizlar. Oddiy fatonlar 8000 so'm, bu fatonlar yana bu вообще nejvikadan bo'lgan, mushlar ham çok iyi borgan. Bir turibdi. Xudo xolasa. Yine bir yere qo'ydik. Endi deshtavar ekan, dabollari endi keladi, xudo xolasa. Maksig'ir oboylarni shunday oppoq jemchiq eshiklar. Zo'r tushadigan, yapılışına qarang. Bolalarimiz buni bosib bilmayapti hali. Qattiq, o'ta qattiq, zo'r. Dahshat.